Ko'pchilik so'ragan 3 xil pastga обучение. Birinchisi aylantirib berish. Oporni oyoq kopto bilan bitta liniyada, koptoni pastiga и sal chaprog'iga. Oyog'imizni shu qismi bilan. Bu pastda qattiq tepishimiz shart emas, to'g'ri oyog'imiz qo'ysak zo'r uchadi. Ikkinchisi plaster uslubida koptogimiz tekis uchadi. Oporni oyoq mana bir xil turishi kerak. Uchadigan tomonga qarab turadi. Xo'p, koptoni o'rtasidan sal pastrog'iga mana tekis. Oyog'imizni podyomimiz bilan tepamiz. Endi uchinchisi oxirgi pasimiz. Kopto sakrab turgan bo'ladi. Ko'tarilishi bilan yonmachasi dvoynichka qilib tepamiz. Podyomda. Bu pasni berib o'zingizlar ham mazza qilarasizlar.